Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Men Termiz davlat universiteti psixologiya kafedrasi o'qituvchisi narkolog Husan Ismoilovich bo'laman. Bugun sizlar bilan umumiy psixologiya fanida shaxsning ruhiy holatlarini boshqarish va diagnoz qilish usullari mavzusida suhbatlashamiz. Bilib turibsizki, insonning har bir voqelikka, hayotga, to'satdan bo'lgan voqea hodisalarga uni o'zini boshqara olishi va tahlil qila olish usullari bo'yicha bugun gaplashamiz. Kirishdan boshlaydigan bo'lsak, so'nggi vaqtlarda odamlar orasida ruhiyatga, ruhiy holatlarga, asab tizimi holatlariga, insondagi tarangliklarning sabablariga e'tibor berish ko'tarilmoqda. Shu bilan birga psixologik maslahatga kelgan mijozlar ham stressga tushibsiz, davolashingiz kerak, psixologga uchrashing deb shifokorlar yo'naltirishadigan fikrlar bildirilmoqda. Bu ham ko'proq jaranglamoqda. Quyidagi insonning ruhiy holatlarga uchraydigan vaqtda uning faoliyatiga bevosita ta'sir etuvchi ruhiy holatga to'xtalib o'tamiz. Zero inson ularni farqlay olish hamda ularni boshqara olish lozim hisoblanadi hayotda. Hurmatli kuzatuvchilar, eng katta hayotiy masalada stress tushunchasiga to'xtaladigan bo'lsak, psixik reaksiya bo'lib, o'tmish davr insonlarning yashashini, yangi shartlarga ko'nikishni bo'ladigan o'ziga xos holat hisoblanadi. Umumiy xarakteristikasi berilganda inson emotsional qo'zg'alishda javoblar bo'lgan fiziologik apparatning ma'qul bo'lmagan yoki tahdid soluvchi vaziyatlar, ko'nikma va hodisalarning ta'siri ostida ortiqcha faollashuvining natijasida kelib chiqqan ruhiy qo'zg'alish mana bu qoida hisoblansa, odamga ta'sir etishiga ko'ra stressni sistemali stress, ya'ni inson biologik tizimining bevosita taranglanishini boshlasa, ikkinchisi ruhiy stress. Inson emotsional muhitining barcha ta'siridan olgan ta'sir natijasida paydo bo'ladi. Doimiy stresslar bor. E'tibor bergan bo'lsangiz, doimiy stresslar bizning kunlik hayotimizda doim uchraydigan. Ya'ni buni masalan aytadigan bo'lsak, ertalab uyqudan turib ishga borishimiz kerak, ishga o'z vaqtida borishimiz, ish vaqti vazifamizni bajarishimiz kerak, yoki kunlik bozorlarga borib, uyga kerakli buyumlarni yoki oziq-ovqat mahsulotlarini olishimiz kerak. Bular kunlik stress. Ya'ni oila haqida qayg'urish ham kunlik stressga kiradi. Olimlarning fikricha, inson kuniga 2000 ga yo 1000 ga yaqin stress holatlarga, yengil stress holatlarga tushar ekan. Stress holatlarini ham ijobiy tomonlarini sanab o'tamiz. Birinchisi salbiy holatlar to'xtaladigan bo'lsak, uyqusizlik, ko'krakdagi og'riq, ya'ni muskullarning yurak atrofidagi og'riqlar, yo'tal, tez-tez tomoqni tozalash uchun bo'ladigan yo'tal, jinsiy qoniqmaslik, emotsional disbalans, ya'ni kayfiyatning tushib ketishi, doimiy toliqish va bu haddan tashqari semirish. E'tibor bergan bo'lsangiz, semirish ham kiritilgan. Inson stressga tushishining katta sababchi hisoblansa, insonlar o'rtasida jinsiy qoniqmaslik bu doimiy stresslarni keltiradigan narsalar. Bizda tanamizda, muskullarimizda og'riq bo'ladigan holatlar ham stressga olib keladi. Yoki bizga biron narsaga allergik holatda yo'tal yoki boshqa narsalar inson qayg'uga tushishi, stressga tushishi kuzatilsa, doimiy vaqtida uxlamaslik ham stressning ya'ni sababchilari hisoblanadi. Endi bularning aksi sifatida stressni ham ijobiy baholasak bo'ladi. Biz hozir aytib o'tgan yuqoridagi doimiy kunlik stresslar ham insonni mas'ul bo'lishga, mas'uliyatli javobgar bo'lishga yoki har narsaga ziyrak turishga undaydigan holat hisoblanadi. Frustratsiya, ya'ni frustratsiya lotin tilidan frustratsiya aldov ma'nosini bildiradi. Insonning to'yinmagan ehtiyoji uchun o'ta qattiq qayg'urishning natijasi kelib chiqadigan ruhiy holat. Insondagi bu ruhiy holat ehtiyojlarning ko'plab ko'rinishlarda. Birinchisi biologik ehtiyojlarda, ikkinchisi ijtimoiy, ya'ni sotsial ehtiyojlarda va boshqalarda namoyon bo'lmoqda. Odam biron bir yomon ish qilib qo'ysa, masalan, o'g'rilik yoki odam o'ldirish, bunda miya tormozlanadi yoki imtihonga kirayotganda hamma narsa esdan chiqib, faqat bir narsani o'ylaydi. Vahima tushunchasi, vasvasa tushunchasi. Bunda odam vahimaga tushadi, har xil xayollarga boradi, o'tib ketgan yomon voqeani eslab siqilish yoki bo'lar bo'lmas narsani o'ylashi, hali sodir etilmay aytib bo'lmaydigan yomon fikrlarga borib vahimaga tushishi. Bu narsa ichki holatni o'zgartirib, xotirjamligi qolishiga sababchi bo'ladi. Bunda odamning
faolligi yo'qolib o'zini qo'lga ololmaydi. Bunday narsalar og'riq bilan tenglashishi ham mumkin. Vahimani keltirib chiqargan narsa kerakli axborotning yetishmasligidan, dunyoqarashining torligidan yoki kelgan to'g'ri maslahatni ana shu vahimani keltirib chiqargan sabablarga qaram-qarshilik uni battar oshirishga vahimani avjini chiqaradi. Monotoniya tushunchasi stressning qarama-qarshi holatidir. Boya yuqorida. Masalan, bu holat ko'proq ishda, shaxsiy hayotda kuzatiladi. Har kuni bir xil ishni qayta-qayta bajarish natijasida odam monotoniya holatiga tushib qoladi. Va bu holat insonda zerikish, loqaydlik, hayotga nisbatan qiziqishni kamaytiradi. Tashqi qiyofasiga g'amginlik, nimadandir norozilik alomatlari kuzatiladi. Masalan, ishda kuzatiladi, ayniqsa yig'ilishlarning doimo bitta mazmunda olib borilishi yoki bitta mavzuning ko'tarilishi insonda o'sha holatlarni keltirishi mumkin. Yoki uyda ham ba'zi masalalar doimiy ko'tarilishi, doimo shu narsa ko'tarilib masalalar o'rtaga qo'yilishi insonda zerikish va bunga befarqlikni keltirib chiqaradi. Buning natijasida insonda shaxsda iroda, fikrlash qobiliyati ham susayadi. Ya'ni maqsadga yetish uchun harakat kamayadi. Shaxsning miyada tormozlanishi natijasida tevarak atrofdagi kelayotgan ongsiz signalni qabul qilmasdan faqat o'z joniga qasd qilishni maqsad qilib qo'yadi. Buning yuqori darajasi haqiqatda insonning o'z joniga qasd qilish ko'riladi. Monotoniyaga chalingan shaxslar ustidan kuzatuv olib borilganda olimlar tomonidan alahsirash, galvanitsatsiyalar, xuddi xayolda nimadir suzib ketayotgandek bo'ladi. Betoqatli bo'ladi bular. Yolg'izlik tushunchasiga keladigan bo'lsak, keyingi turlar qiyin holatlardan biri yolg'izlik natijasida odam o'zi bilan o'zi muloqot qiladigan holatga tushib qoladi. Uzoq vaqt davomida yolg'iz qolgan inson haqiqiy nevroz, asab kasalligiga chalinishi mumkin. Mana shu holatlarga tushgan shaxslarni 3 guruhga ajratish mumkin. Birinchi guruh 18 va 28 yoshgacha bo'lgan yoshlarda bu holat kuzatilsa, oilasidan yiroqda bo'lishi mumkin, masalan, talaba bo'lishi mumkin, boshqa shaharga ishga ketgan bo'lishi mumkin yoki yaxshi ko'rgan insondan ayrilgan bo'lishi mumkin. Ikkinchi guruhlar esa 29-38 yoshdagi guruhga kiritilsa, uchinchi guruh 39-55 yoshdagi insonlarning inqiroz davriga tegishli hisoblanadi. Masalan, oilasidan yaqin odamlarning ajralishi. Bunday holatda inson o'zini tushkunlikka tushib qolishi mumkin. Hayotga hech kimga kerakmaslik tuyulishi mumkin, yurak siqilishi mumkin, chorasiz qolishi mumkin. Insonning tungi psixikasi ham nazarda tutiladi. Bu mujassamlashgan hodisalardan biri bo'lib, u kech uyqu vaqtida kuzatiladi. Kunduzgi bo'lib o'tgan voqea hodisalar tungi yolg'izlik paytida qaytadan ko'z o'ngida ifodalanadi. Masalan, kechqurun yolg'izlik hissi kuchayadi, inson o'z xayollari bilan yolg'iz qoladi. Bevosita qo'rquv obrazlari bilan qoladi. Qorong'ulik insonda bexotirjamlikni chaqiradi, real holatni o'zgartiradi. Zerikish tashqi qiyofasi monotoniya holatiga ham o'xshab ketadi. Zerikish ishdagi ishimizning mazmuni yo'qolgan vaqtida paydo bo'ladi. Hozirgi zamonimizda zerikish odamlar orasida juda ham keng tarqalib bormoqda. Masalan, oxirgi vaqtlarda har xil udumlarning yo'qolib ketishi hayotimizni zerikarli tarzda olib borishga majbur bo'lishmoqda. Yoki bo'lar bo'lmasga bu narsa ko'proq nafaqaga chiqqan insonlarda kuzatiladi. Zerikish ishga bo'lgan maqsadni yo'qotadi yoki keng tarzda hayotga shu qarashni o'zgartiradi. Ichki shaxsiy imkoniyatdan ko'ra katta kuch yo'q deydi. Bu yuqorida insonning ruhiy holatlari haqida, ularni o'rganish metodikalari haqida batafsil ma'lumot berishga harakat qildik. Shaxs o'z xohish irodasiga ko'ra o'z ichki imkoniyatini o'zi oshira olishi mumkin. Buning uchun shaxs ming yillardan buyon e'tibordan qolmayotgan mashq namunalardan, avtoga mashqlardan, o'zini ishontirish usullaridan foydalanish maqsadi muvofiq. Olimlar shuni aytadiki, inson doimo o'zini davolash kerak, o'zini so'zlar orqali. Bizda so'zlar katta kuch, terapiya hisoblanadi. Shuni statistikada ma'lumot o'qiganimda, rivojlangan davlatning birida bir olimga siz saraton kasalligiga chalingansiz deb tashxis qo'yishganda, u kishi ma'lum muddatda, muayyan vaqtda har kun o'ziga men sog'lom degan tushunchani kunning doimo istalgan vaqtida bir necha marta takror aytish evaziga ma'lum muddatdan keyin doktorlarga, shifokorlarga borib uchrashganda bu kasallik
chekinganini izohlash mumkin. Demak, bizda terapiya insonning kuchli so'z terapiyasi kuchli quroli hisoblanadigan o'zini o'zi davolashda yoki vaziyatdan chiqarishda. Siz ushbu maqsadlarni diqqat bilan o'qib bajarishga kirishing deyapti. Shu bilan birgalikda o'zingizga bo'layotgan eng kichik o'zgarishlarni sezishga urinib ko'ring deyapti. Biz har bir mashqni qisqa va lo'nda tarzda ko'rsatib o'tishga harakat qildik. Bunda hind yogalarning nafas olish sistemasini kiritsak, hind yogalar nafas olish uslubini 3 ga bo'lganlar. Oy nafasi, quyosh nafasi, yer nafasi. Oy nafasi burning chap bo'shlig'idan nafas olishdir. Bunda nafas olish tanani miyani tinchlantiradi va bosh og'rig'ini yo'qotadi. Agar sizda bosh og'rig'i paydo bo'lsa yoki barmoq bilan o'ng burun bo'shlig'ini 1-2 daqiqa davomida berkitib turing va chap burun bo'shlig'i bilan nafas oling. Quyosh nafasi esa o'ng burun bo'shlig'i bilan nafas olish. Bu uslub esa organizmning barcha jarayonlarini faollashtiradi. Agar o'zingizda bo'shashish, lohasligini sezsangiz, chap burun bo'shlig'ini ko'rsatkich barmog'ingiz bilan berkitib, bir necha daqiqa nafas oling. Yer nafasi esa to'liq burun bo'shlig'idan nafas olishdir. Bunday nafas olish psixik jarayonlar, ruhiy holatlarni quvvatini oshiradi. Demak, jismoniy va aqliy tomondan toliqqan paytingizda siz bir nechta daqiqa ketma-ket oy, quyosh va nafaslar va yer nafaslarini takrorlashingiz mumkin. Buning uchun qulay o'tirib, o'sha chap burun bo'shliqlarini yoki o'ng qo'l barmog'ini chap burunni o'ng burun bo'shlig'ini berkitib, chap burun bo'shlig'i bilan nafas chiqarsangiz, so'ngra bu chap burun bo'shlig'ini berkitib esa chap burun bo'shlig'i bilan nafas chiqarsangiz, so'ngra chap burun bo'shlig'i bilan nafas olib o'ng tomondan nafas chiqaring deyapti. Yana bitta uslub choy maktabi, shu tizimning o'z-o'zini uqalash kompleks hisoblanadi. Bu eng sodda kompleks bo'lib, bajarish ancha oson hisoblanadi. Biz o'z tajribamizga kelib chiqqan holda shuni ta'kidlashimiz mumkinki, bu komplekslardan hozirda Amerika Qo'shma Shtatlarida, Yevropa va Xitoy talabalari o'z aqliy imkoniyatlarini bir necha bor kuchaytirish uchun keng qo'llanmoqda. Bu komplekslar yordamida odamda iroda, diqqat, xotira, harakat kabi aqliy jarayonlar tez va yuqori saviyada mustahkamlanishi hamda barcha bilish jarayonlarining o'sishi kuzatilgan deyapti. E'tiboringizga ana shunday kompleksning 6 tasini havola etishimiz mumkin. Kompleksdan tik va o'tirgan holatda bajarish mumkin. Mashqi 7-8 marotaba bajariladi. Mana sizlarga e'tiborlaringizga mana shu ko'rsatyapmiz. Ikki qo'lning bosh barmoq quloqning pastki orqa qismida joylashgan chuqurchasiga qo'ying deyapti. Va qolgan barmoqlar bir-biriga qo'shilmagan holda oz-ozdan egilgan bo'ladi. Massaj asosan kaftlarning tebranish harakatlari bilan amalga oshiriladi. Quyidagi mashqlarni ham ko'rishingiz mumkin. Bosh barmoqlar kaftni asta-sekin jag qismiga qo'yish, ensa qismiga qo'yish, qo'llarni gorizontal holatga tutish. Va keyingi mashqimiz o'z-o'zini ishontirish usuli. Bu o'z-o'zini ishontirish yo'li bilan ichki shaxsiy imkoniyatlarni ko'maklash usuli haqida eshitgan yoki o'qigan bo'lishingiz kerak. Bu usullar tarixi uzoq o'tmishga borib taqaladi. Psixologiya fani rivojlangan sari avtoga mashqlar bo'yicha turli maktablar ochilgan va barchasining negizida insonning shaxsiy imkoniyatlarini rivojlantirish yotadi. O'z-o'zini ishontirish ijobiy va salbiy bo'ladi. Afsuski, ko'plaringiz har kuni bir necha soat vaqtingizda imkoniyatlaringizga, kelajagingizga salbiy ta'sir etish bilan o'tkazasiz. Lekin buni jumladan siz esimdan chiqarib qo'yibman, tushunmayapman so'zlarni ko'proq ishlatasiz. Shuning uchun ham kuningizda doimo men o'zimga ishonaman degan qat'iy so'zlar bilan boshlang va bu sizning shaxsiy fikrlaringizni rivojlanishiga, ijodiy fikrlash darajangizni o'sishiga tabassum qiling. Harakatlaringizda ishonchlik va tonusingizni ko'tarilishiga sababchi bo'ladi. Bu usullar bir nechasi mana sizlarga e'tiborlaringizga havola etyapmiz. Bularni o'rganib bajarsangiz, albatta sog'lig'ingizga foyda bo'ladi. Mashqlarimiz mana jismoniy faol bor. Mana amaliyotchi psixologlarning tavsiyasida doimo shu narsani amalga oshirsangiz bo'ladi. Bizlar foydali adabiyotlar ro'yxatini sizlarga e'tiboringizga havola etamiz. Mana shu adabiyotlardan biz foydalanib sizlarga bugungi salbiy holatlardan ijobiy holatga o'tishingizda ko'maklashishga ma'lumotlar to'pladik.
e'tiborlaringiz uchun rahmat. Agar savollaringiz bo'lsa, quyidagi telefon raqamlariga yoki YouTube kanalimizning izohlar bo'limiga yozsangiz biz javob berishga harakat qilamiz. Katta rahmat.